Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Siz bugun adabiyotchi bolalar podkastini tinglayapsiz. Bugungi sonimizda o'zbek adabiyotining buyuk namoyandasi, jadidchilik harakatining yetakchi vakili Abdurauf Fitrat ijodiga bag'ishlaymiz. Fitrat millat dardi bilan yashagan, ilm va ozodlikni targ'ib qilgan buyuk shaxs. Bugun biz uning hayoti, she'rlari va bugungi kunda ahamiyati haqida suhbatlashamiz. Bundan avval bugungi podkastimiz mehmonlari bilan tanishib o'tamiz. Bugungi biz uning hayoti, ijodi, she'riyat va bugungi yoshlarga bergan saboqlari haqida suhbatlashamiz. Avvalo mehmonlarimiz bilan tanishib o'tamiz. Boshlovchi Oqlava Hasan, tarixchi Shahlo, adabiyotshunos Lola, motivator Zuhra, yoshlar yetakchisi Zarina. Fitrat davriga nazar. Shahlo, Fitrat qaysi davrga yashagan va o'sha jamiyat qanday edi? Fitrat 19-asr oxiri, 20-asr boshida yashagan. Shu davrda Turkiston hududi mustamlaka ostida edi. Ta'lim tizimi eskirgan, xalq orasida jaholat keng tarqalgan edi. Jadidlar yangi maktablar ochib, xalqni bilim olishga, o'zini rivojlantirishga chaqirdi. Fitrat ham zamonaviy g'oyalarni o'rgangan holda o'z xalqining ravnaqisi uchun faol harakat qilgan. Afsuski u 1938-yilda repressiya qurboni bo'ldi. Zarina, Fitratning g'oyalari bugungi yoshlarga qanchalik muhim? Fitrat ilmni eng katta boylik deb bilgan. Bugungi yoshlar ham bilimni orqali o'z orzulariga amalga oshirishi mumkin. U bizga jasorat, fidoyilik va jamiyat uchun mas'uliyat o'rgatadi. Hozirgi imkoniyatlar ko'p, shunchaki harakat qilish kerak. Abdurauf she'rlari bilan tanishib chiqing. O'gut, oxir yigit sening go'zal nurli ko'zingda, bu millatning saodatin, baxtin o'qidim, o'ylashingda, turishingda hamda o'zingda, bu yurt uchun qutulishning borlig'ini ko'rdim. Turma, yugur, tinma, tirish, bukilma, yuksal, hurkma, kirish, qo'rqma, yopish, yorilma, qo'zg'al. Yil yo'lini to'sib turgan eski bulutlarni yondirib qo'y, yirtib tashlab barchasini yo'q et. Qilolmasang shu ishlarning sening uchun xo'rlikdir bu, yiqil, yo'qol, ket. Go'zalim bevafo gulistonim, go'zalim bevafo gulistonim, va umrimda toza rayhonim, g'am va qayg'ularim hujumdan sen eding mehribon nigahbonim. Meni behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading tark etding. Kel gulim, kel oyog'ingga yiqilay, bir zamon qo'y to'lib toshib yig'lay. Qo'y, biroz qo'yki, hoki poyingni surmadik yoshli ko'zima suray. Ketma, tur, tingla arzi holimni, arzitay holi purmalolimni. Qani o'ldamki sen eding yorim, munisim, hamdandim, madadkorim. Sening og'ushu iltifotingda rohat etmishsi jismi bemorim. Meni behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading-da tark etding. Kel oyog'ingga qon bo'lib to'kilay, bir nafas dard hashirdan qutulay. Kel go'zalim dilbaram, kel sochingni bir daray, bir o'paydi so'ngra. Meni behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading-da tark etding. Yurt qayg'usi. Onam, seni qutqarmoq uchun jonmi kerakdir? Nomusmi, vijdon bila iymonmi kerakdir? Temur bila Chingiz qoni toshdi tomirimizdan. Aytgil, seni qutqarmoq uchun qonmi kerakdir? Yo suqqali kelgach qilichini yuragingga, tush oldiga, ol ko'ksimi qalqonmi kerakdir? Boq, mana Turk dengizi toshqin qila qoldi. Turon yovini quvg'ali to'fonmi kerakdir? Turon yigiting barchaga boq, qalqdi oyoqda, yurtda qorovul qo'yg'ali arslonmi kerakdir? Zuhra, motivator sifatida Fitratga qanday xulosa chiqarish mumkin? Eng katta saboq o'z zimmasidagi mas'uliyatni unutmaslik. Fitrat davrining murakkab sharoitida ham haqiqatni aytishga, millatning kelajagi uchun kurashishga cho'chimagan. Biz ham bilim olishimiz, o'zimizni rivojlantirishimiz va jamiyatga foyda keltirishimiz mumkin. Lola, Fitratning she'riyati qanday ruhda yozilgan? Uning she'rlari millat va ozodlik g'oyalariga boy. Masalan, Miriq yulduzga she'rida shoir xalqning azob-uqubatlarini osmon timsoli orqali tasvirlaydi. Fitrat she'rlari hayotiy, to'g'risiz va jonli. U o'quvchini faqat his-tuyg'uga emas, balki fikrlashga ham chaqiradi.
Abdurauf Turat ijodi bu nafaqat tarixiy meros, balki bugungi kun uchun ham ilhom manbai. U bizga fikrlash, o'z ustimizda ishlash va millatimiz kelajagi uchun mas'uliyatni eslatadi. Bugungi Adabiyot Buston podkastimiz shu yerda yakunlanadi. Tinglaganingіз uchun rahmat. Keyingi sonlarda yana uchrashguncha